Voy astıra koy balans. Suga qulab qoldi bulam. Tamam qilgan sikayni kuchitay. Voy. Bunayimizda yangidan tug'ishlarni turayotgan yak tug'ib bo'lgan turmoqchi bo'lgan xonim qizlar diqqat qilinglar. Mana shu yo'l sav yana mana bolalarni 40 dan chiqarish mana ishlarda qiynalyapamizlar. Bolalarga qalab ayil adam yo'qlab qoldimi? Adam izlaysanlar topolmayapamizlar. Endi mana shu yo'l sav mana umoq bolalarga boqib maxsus shirkatdan biz kommunikatsiya yetib keldi. Orada yangicha mana doktorxona tarafdan yan darvozasidan o'dildiki, Rushliyada qo'ya jajang degan misha shu. Ada oilangiz bola boqquchi yetkazishdan sart yana bola boqquchi tarbiyalash, va sho'larni oldin xabar oladigan odam tarbiyalash, kasal qarash, oilam mulozmatchilik, qatorliq mush mulozimatlardan tarbiyalab, kinish taqtab, kinishgan deb bo'lsangiz, xizmatga o'rlashtirish manda mulozimatlar bor ekan. Mush kommunayimizda mush bolalar kichik ota-onalar bir masala bor boshlanib ketayotgan shu. Oilada bolalar qarata adam topolmayapsizlar. Cho'nglar doktorxona qaz xizmat aldirish sababidan mush kasallik qarab ololmaysizlar. Hamda ma shirkatimiz aslında mush barqatimizni hammani tutdan hal qilgan. Ondan hozir hammadan bak birinchi lab qilqashimiz mishaga xizmat qabul qilamiz. Undan 20 gacha bola boqqish qarayotgan, kasallik qarayotgan, undan keyin yo'l tarbiyalayotgan, qatorliq jajong ayrim lazmatchi ekan, mush lazmatchidan undan 20 gacha xizmat qabul qilamiz. Bolalar nima ish qildida? Ha biz odatdan 0 oylikdan 6 oylikcha bo'lgan bolalarni mushta gimnastikasini o'ynatamiz. Ko'p qilish, chuchuk bo'lib qilish, mush masalalarni hal qilamiz. Bu bola maktabchi bilan gimnastik o'ynashini yo'qlay, bo'sh qilmagan putag'ita. Putag'mamda. Yo'q biz qonunliq, kasblashgan sistemani qoldi tarbiyalab chiqamiz bolalarni. O'lchamlarga. Ha, endi majatlardan, ammo yangi ota-ona bo'lganlar, jiq ishidan xabarsiz. Shunga agar mashikada aloqalashib qolsanglar, maqbalaringlarni 40 dan chiqarishga, mush odam avatgan agar adam ko'nglanli yarmay qolsa, mush bir oy ichida 3 qitim adam almashtirish, fursatni bor ekan, o'zingni ko'nglanli yarga adam almashtirish ekan, ham to'xtamlashib o'lchamlik. Mush bolalarning adresi mush nayfan tanshashdan tortib, yundirish, puskash, lo'ngilarni taraqtirib mush ishlarini tortib to'liq, mush yasov, hamma bir quloq qilib ketgan ham, mishaga kelganlarga to'liq uytib, kinishkin taqitib, sizlarni 100% xizmat ko'rlashibgan. Ondan boshqa yana mushu oilasida bolasi kichik hamda muhim xizmat qilolmagan xonim qizlar olib qolsanglar, mishada oila mulozimatchi shekilgan adam qabul qilgan, kunlik necha soatlab vaqtini qarta, az olsun kirim yaratadigan xonim qizlarga xizmat o'rni bor, aloqalashish. Telefon nomeri 152 99 53 18 97. Voy astıra koy balans yo'q, nima daq tez qilib sizda. Ayni ashtaqilda. Yo'q, o'lchamni chiroyli qilamiz bolalarni yo'llanib qo'ysak bo'lmaydi. Buni bir o'lchamlar bor ekan, bolamni kichik bolalar bor, ota-onalardan bek ansiraysiz qolmishlar, umoq bolalarning hamda bola boquvchilarning bolalarning oldin xabar olmasligidan ansiraysizlar. Xizmat bo'lsanglar ko'nglanli bo'ldi qoldi. Lekin bolam bilan qilishib qolsanglar qonunliq to'xtamlashib, ko'nglandikidek hamish bolalarni boqib ketgan aloqalash nomerini yana bir xilda qo'ying. 152 99 53 18 97. Kommunayimizdagi xonimlar oyda 3 milliondan 13 millionga maosh olg'inib bo'lib qolsa, hamisha kelib tafsilotni o'qib olsanglar, agar yez bozor bo'lib qolsanglar, yotoq tomoqni hamishani o'rlashtirib qilib ketgan aniq tafsilotni tarbiyalanib kinishkanlab bo'lgan ekan, agar gumunda ishlagan bo'lmasa, Xotan, Qarqosh, mayli Qashqa, mayli Oqsuv, mayli Urumchi, ammo Shinjongchilar qaysi yo'l shaharlarda ishlagan bo'lsa, xizmat o'rni tayyor ekan. Cho'qim kinishkanlab ishadi o'rganib olib bo'lsanglar, pul sizlarni kutib turmoqda.